بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ushbu Sayyidul Ayyom va Hajjul Masakin bo'lgan juma kunida uzoq yaqindan bosib kelgan qadamlarimizga Alloh subhanahu va taolodan ko'pdan ko'p ajr yozishligini so'raymiz. Inshaalloh bugungi mavzuimiz kufroni ne'matning oqibatlari deb nomlanadi. Quyida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan shunday bir hadis rivoyat qilinadi. Imom Buxoriyning sahihlarida keltirilgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى بدا لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك. Juda katta hadis. Vaqtni tejashlik maqsadida matnini qisqaroq qilib o'qiymiz. Bani Isroildan bo'lgan 3 kishini Alloh subhanahu va taolo bir imtihon qildi, sinadi. Bir farishtani yubordi. Bu 3 kishini biri pes edi. Terisi shunday bir xunuk edi. Rangi o'zgargan, shakli ham chiroyli emas edi, juda faqir edi. Ikkinchi kishi kal edi. Nohayot uni ham shakli bir xunuk ko'rinishda, sochi yo'q, faqir edi. Uchinchisi ikki ko'zi ko'r kishi edi. Ikki ko'zi ko'r hamda bu ham faqir edi. Alloh subhanahu va taolo mana shu qissada siz bilan bizga juda bir katta ibratlarni beradi. Mana inshaalloh mana shu hadisga hamohang bo'lgan ma'no jihatidan Qur'ondagi bir qancha qissalarni keltirib o'tamiz. Avvalgi o'tgan qavmlarning holidan xabardor bo'lamiz va o'zimizga bir xulosa chiqarishimiz kerak bo'ladi. Ba'zi bir hayotda odamlarni ko'rib qolamiz. Hayotining bir ma'lum bir muddatida bir faqirona hayot kechirgan bo'ladi. Umridan bir muddat o'tgandan keyin Alloh taolo unga ozgina bir dunyo ne'matlarini bergandan keyin oyog'ini yerdan uzilib ketayotganligini ko'rasiz. O'tmishini ozgina eslatib qo'yadigan bir odam chiqib qolsa, haddingdan oshmagin, kechada hamma qatori yuruvding deb bir amaldor bo'lib qo'ygan bo'lsa yoki bir dunyo matosi qo'liga kattaroq tegib qo'ygan bo'lsa, shu odamga nasihat qilsa, sen meni ko'ra olmayapsan deydi. Farishta keldi. Birinchi bo'lib pes odam oldiga keldi. Nima orzuying bor, nima umiding bor deb so'radi. Tabiiy nimani so'rashligiga. Meni terim chiroyli suratda bo'lishini xohlayman. Chiroyli ko'rinishda bo'lishni xohlayman. Odamlar mendan jirkanib, mendan nari bo'lib qochib ketadigan bo'lib qoldi dedi. Farishta uni shunday silab qo'ydi qo'li bilan. Alloh taolo unga chiroyli bir terini, jildni berdi. Terisi o'zini asl pokiza holatiga keldi. Surati ham chiroyli ko'rinishda bo'ldi. So'ngra so'radi farishta. Moli dunyodan nimani yaxshi ko'rasan dedi. U aytdi, tuyani yaxshi ko'raman dedi. Unga homilador bo'lgan tuya berildi. Alloh senga barakot beradi bundan dedi. So'ngra ikkinchi kishi kalni oldiga bordi. Kalga borib, nima orzuying bor deb so'radi. Aytdiki, odamlar meni kalligimdan, ko'rinishimning xunukligidan jirkanib qochib ketadigan bo'lib qoldi. Men bilan birov o'tirmaydi dedi. Orzuyim shu menda ham boshqalarga o'xshab chiroyli bir soch bo'lsa. Farishta uni ham silab qo'ydi boshini. Boshidan chiroyli bir soch o'sib chiqdi. So'ngra farishta yana so'radi. Moli dunyodan nimani yaxshi ko'rasan? Sigirni yaxshi ko'raman. Alloh taolo unga homilador bo'lgan bir sigirni berdi. Farishta duo qildi. Alloh senga barakot bersin dedi. So'ngra ikki ko'zi ko'r odamga bordi. Nima orzuying bor? Uni bundan boshqa kamchiligi ham bor. Kambag'alligi bilan ko'rligidan boshqa kamchiliklari ham bor, lekin hozir ko'zga ko'rinib turgan eng katta kamchiligi ko'rligi. Bizga ham kelib biroz so'rasa, nima kamchiliging bor desa, spiskamiz nihoyatda bir uzun bo'ladi. Lekin eng boshida eng katta bo'lib ko'ringan muammoimiz turadi. Ikki ko'zim Alloh qaytarib bersa,
Men ham yorug' dunyoda ko'rsam, men ham odamlarda yashasam dedi. Mana shu yerda o'tirganlar o'ziga shunday savol berib ko'rsaki, faqirlik, boshqa kamchiliklar ko'p endi. Ulamolardan biri aytadi, faqirlikdan shikoyat qilgan kishiga mo'min bo'lganliging boylik emasmi deydi. Nafasni bemalol olib yutib chiqarayotganliging ne'mat emasmi? Nafasi qisgan odamni ko'rgan paytingizda faqirligingiz esidan chiqib qoladi. Tasavvur qiling, shu nafasi qisadigan odam bir xuruj qilganda kasali, dunyosi, moli dunyosi obro'y ko'zga ko'rinmaydi. O'sha bir qultum havoni yutib olishlikda qanaqa ne'matligini nafasi qisgan odamni ko'rganda ko'rasiz. Shu olim aytadi, xohlaysanmi deydi, ikki qo'lingni kesib turib olamiz, shaharda xohlagancha maydondan senga bir uy beramiz desa. Kim ko'nadi shunga? Yoki ikkala ko'zingni o'yib berasan, mana shu tog'dagi oltinni beramiz desa, kim ko'nadi? Ikkala quloqingni kesib berasan, mana shu tog'dagi kumushni beramiz desa, yoki ikkala oyog'ingni kesib berasan, dunyoda xohlagan pulni beramiz desa, kim ko'nadi bunga? Kambag'al odamda o'zi yo'q. Kambag'al odamda o'zi yo'q. Agar ne'matlarni ko'rishni biladigan bo'lsak, biz o'zimizda bor ne'matni ko'ra olmaymiz. To'g'ri aytsak, ko'rishni bilmaymiz. Biz faqat kamchilikni ko'ramizda. Bu ko'r kishi ham mana shu dardini aytdi. Farishta silab qo'ydi, uni ikkala ko'zi ochildi. Moli dunyodan nimani yaxshi ko'rasan dedi? Qo'yni dedi. Homilador qo'yni berdi. Alloh senga barakot beradi dedi. Pesni bir vodiy tuyasi paydo bo'ldi, boyib ketdi, chiroyli bo'lib ketdi, zo'r bo'lib ketdi. Kalni sochi chiqdi, chiroyli ko'rinishga keldi, bir vodiy sigiri bo'ldi. Uchinchisi ko'rni ko'zi ochildi, boy bo'lib ketdi bu ham. Endi hayotining ikkinchi qismiga o'tishdi. Sog', boy. Endi Alloh taolo ularni mana shu 3ta bir kamchilik bilan sinagandek, boylik bilan ham sinab ko'rdi. Farishta ikkinchi marta keldi. Kambag'allar yaxshi bilsin, bu kambag'allik sinov. Boylar ham yaxshi bilsin, bu ham sinov. O'zi hayot sinov. Boylikda ham sinov, uylanganda ham sinov, boy ko'rganda ham sinov, xullas sinov. Pest oldiga keldi. Kelib, farishta miskin yo'ldan adashgan, yo'lidan qo'lida bir moli dunyosi yo'qligidan, mablag'i tugaganligidan ko'chada qolgan miskin suratda keldi, kelib aytdiki, safarim uzoq bo'ldi dedi. Moli dunyoyim dedi tugadi. Uyimga yetib olishlik imkoniyatim yo'q. Allohdan boshqa so'raydigan hech kimim yo'q. Senga shu chiroyli suratni bergan, chiroyli shaklni bergan, mana shunday bir boyliklarni bergan Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Bitta tuyindan bersang, uyimga yetib olardim dedi. Deganda haligi pes aytdiki, meni ustimda haqlar ko'payib ketdi. So'raydi, haligi aytamiz-ku, qo'limda yo'qdi, biroq hal olmas edi. 3-4 so'm qo'limda bo'ldi, xarodarim ko'payib ketdi deymiz. Bu to'g'ri, qo'lida puli bor odam atrofidagi odamlar ko'p keladi, lekin shu pulni kim beradi? Alloh beradi. Nimaga beradi? Allohning bergan ne'matini shukrini ado qilsak, ziyoda qilib beraman deb va'da bergan edi. Astagfirullah. Va itta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum. Agar Alloh taolaning bergan ne'matlarini shukrini ado qilsanglar, ne'matimiz ziyoda qilib beraman degan edi. Ko'payib ketdi dedi, xaridorlarim dedi. Shunda haligi farishta, miskin ko'rinishdagi farishta aytdiki, men seni tanigandayman-a dedi. Yaqinda bir pesmasmiding? Odamlar seni jirkanib, sendan nariga qochib ketadigan pesmiding? Yani kambag'almiding? Dedi, haligi xohlamadi bu gapni eshitishni. Unutdi o'tgan kunini. Men bu narsani o'zimning kuch-quvvatim bilan, mehnatim bilan topdim dedi. Ne mulohaza qilib ko'rsak, eshitganmiz shu gapni. Men mana shu qo'llarim bilan qilganman hamma yo'qdi deydi. Yo'q, qo'llaringiz bilan qilmagansiz, Alloh bergan buni. Chunki shu qo'llaringizni Alloh bergan. O'zimni kuchim bilan qilganman deydi. Noto'g'ri, shu kuchingizni Alloh bergan. Siz ayting edi, Alloh berdi, men ozgina harakat qildim, natija bo'ldi. Dehqonchilik zo'r bo'lsa, biz o'zi suvni vaqtda qo'ydik, dorini yaxshi soldik, nima qildik? Malon navini yaratdik deydi. Eshitib qolasizlar shu gaplarni. Biz deydi paxtani manaqa navini yaratdik deydi.
Birodalar, yaratish degan so'zni farqiga bormaydi shu odamlar. Yaratish degani yo'qdan bor qilish degani. U faqat Alloh taolo qodir bunga. Biz yasadik desa, ikkita narsani bir-biriga qo'shib turib, ehtimol to'g'ri chiqar. Pes o'tgan kunini esdan chiqarib qo'ydi. Kechada kichkinaroq mashinada yurganingda katta mashina mingalar qisib o'tib ketardi seni yo'lda. Endi shunday semizroq mashina minib qolding, endi sen qisishga o'tding. Esingdan chiqib qoldi, kecha ham seni kimdir qisib o'tib ketgani, piyoda yurganing, lo chachratib o'tib ketgani, loda chachratib qo'yib so'kirib ham qo'yadi, chakar o'tirsan deb qo'yadi yana. Bu pes unutdi. Juda ko'pchilik unutadi Alloh taolo bergan ne'matlarini. Uying yo'q edi, uy berdi, bolang yo'q edi, bola berdi, puling yo'q edi, pulni berdi. Men buni o'zim mehnatim bilan topdim dedi. Men ustimda haqdorlar ko'payib ketdi deganda farishta aytdiki, agar yolg'on gapirayotgan bo'lsang, Alloh seni eski holingga qaytarsin dedi. Farishta edi u. Amin dedi. So'ngra ikkinchi kal odam oldiga bordi. Kalni oldiga keldi, xuddi bu gapini qaytardi. Safarim uzoq bo'ldi, qo'limda mablag'im qolmadi, uyimga yeta olmayapman. Senga mana shunday chiroyli shaklni, chiroyli sochni bergan Allohning nomi bilan so'rayman. O'sha sigiringdan bittani bersang, shuni pulidan foydalanib uyimga yetib olaman dedi. Deganda bu ham haligi pesda javobini aytdi. Men ustimda haqdorlar ko'payib ketdi. Yana eslatdi bu farishta, xuddi pesga eslatgandaqa. Axir kalading, kambag'alading desa, men buni o'zimning mehnatim bilan topdim dedi. Juda ko'p ko'ramiz hayotda. Juda ko'p ko'ramiz. Esdan chiqarib o'tgan kunini. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsang dedi farishta, Alloh sendan bu holatini ketkizsin, asl holatiga qaytarsin, o'tib ketdi. So'ngra ikki ko'zi ko'r odam oldiga keldi. Xuddi nariga ikkitasidan so'ragan narsani so'radi. Shunda hali ko'r kishi to'g'ri aytding dedi. To'g'ri aytding dedi, ol dedi. Alloh menga bergan ne'matdan oldi, keragicha ol dedi. O'zi tan oldi, men ko'rdim dedi. Men kambag'al edim. Alloh ko'zimni qaytarib berdi. Boy qildi. Mana shu ne'matlarni bergan Allohning nomi bilan so'rar ekansan, qaytarmayman, xohlaganingcha ol dedi. Shunda farishta, Alloh senga molingga barakot bersin. Alloh sizlar uchovinglarni sinadi, ikkita birodaringdan norozi bo'ldi, sendan rozi bo'ldi dedi. Musa alayhissalom odam alayhissalomni Alloh tomonidan olgan ne'matlarini bir qator ko'rib chiqqanidan keyin Alloh taologa xitob qildi, rivoyatlarda keladi. Parvardigor, odam shuncha ne'matni sendan ko'p olibdi. Qo'ling bilan yaratibsan. O'zingni ruhingdan puflab kirgizibsan. Jannatga kirgizibsan. Farishtalar unga sajda qildirtiribsan. Buncha ne'matni shukrni qana qilib ado qildi desa, Alloh taolo javob berib aytar ekanki, odam bu ne'matlarning hammasini men berganligimni bildi. Mendan ekanligini ko'rdi va faqat menga hamd aytdi. Shu bilan shukrni ado qildi deydi. Mashinamiz bormi? Uyimiz bormi? Nima bor bizda? Mana shu narsani hammasini Alloh berdi deb aytsak. Faqat Alloh taoloning oldida xor bo'lsak, Alloh taoloni ulug'lasak, shu ne'matni shukrni ado qilgan bo'lamiz. Bino'alayh ne'matni Alloh taolo ziyoda qilib beradi. Sufyon Savriy aytadi, agar Alloh seni sultonning va tabibning eshigini oldiga keltirmagan bo'lsa, Allohga hamd aytib, ne'matini ziyoda qilaver deydi. Bir amaldor xo'jayinga ishi tushib bormaydigan qilibdimi Alloh? Tabibga yuguradigan qilib qo'ymabdimi Alloh? Demak, ne'mat katta ekan, Allohga hamd ayting deydi. Ibn Moja keltirgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma an'amallohu ala abdin min ni'ma, saghurat aw kaburat, faqala alhamdulillah illa kana qad utiya afzal mimma ahad." Mana diqqat qilamiz. Albatta hammamizda bir ne'matlar bor. Shundaymi? Bir bandaga Alloh taolo kattami kichikmi ne'mat bersa, banda shu ne'matni olib turib alhamdulillah, bu ne'mat Allohdan deb bilsa, albatta bundan zo'rini Alloh taolo yaxshirog'ini, afzalrog'ini yana beradi. Mana o'tmishiga qarasa, haligi odamlarning uchalasining ham ahvoli chataq edi. Yaxshi bo'lib qolgan edi, lekin ne'matni unutishdi. Mana bizda o'lchovlar bor. Kim yaxshi yashayapti desa, shu dunyo matosi ko'proq bo'lgan odam yaxshi yashayapti deymiz. Kim yomon yashayapti desa, shunday teskarisi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Termiziy sahihlarda keltirgan hadisda shunday marhamat qiladi. Bir bandada quyidagi ikki xislat bor bo'lsa, Alloh uni o'zining huzurida sobir va shokir bandalari qatoriga qo'shadi. Mana eshitib turaylik.
Shu ikkita sifat agar bizda bor bo'lsa, demak biz sobir, shokir banda ekanmiz Alloh taoloning nazdida. Birinchi sifat. Dinida o'zidan peshqadamroq kishini ko'rib, unga iqtido qilsa. Din ishlarida o'zidan zo'r bo'lgan odamni ko'rib turib, shunga yetaman deb harakat qilsa, oxirat ishlarida. Endi dunyosida o'zidan ko'ra pastroq kishini ko'rib, Allohga hamd aytsa. Din ishida o'zidan zo'rlarni ko'rib turib, qani men ham shundan bo'lsam deb harakat qiladi. Endi dunyo matosida o'zidan holi pastroq odamlarni ko'rib turib, alhamdulillah, ancha-muncha odamlar Alloh rizqini keng qilgan ekan deydi-da, qarabski zo'r yashayveradi shu odam. Shu odam shokir bo'ladi, shu odam sobir bo'ladi. Demak, Alloh taoloni bergan ne'matini, shukrini ado qilmay, kufroni ne'mat qilgan ikkita kishi pes bilan kal asl holatiga qaytib qoldi. Alloh taolo tortib qo'ydi ulardan ne'matni. Xuddi bog' egalaridan ne'matni tortib qo'ygandek. Ne'matni shukrini ado qilishlik, ne'matni ko'payishiga sabab bo'lsa, ne'matga kufroni ne'mat qilishlik, nonko'rlik qilishlik bu ne'matning yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Agar bir banda nonko'rlikka o'tdimi, demak shu ne'mati yaqinda olib qo'yiladi undan. Kambag'al edi, Alloh jinga pul berdi, ozgina mehnat qilib ko'paytirdi, keyin oson yo'lga o'tib oldi, sutxo'rlikka o'tib oldi. Pul berib qo'yadi, hech narsa qilmasdan boyiydi, nasihat qilsa quloq solmaydi. Qiyomat kunida sutxo'rga deyiladi hadislarda. Ol qurolingni deydi farishtalar. Nimaga? Alloh bilan urushasan deydi. Chunki sutxo'rlikka pul bergan, sutxo'rlikda olgan, sutxo'rlikka aralashgan odamni Alloh taolo o'zim urush e'lon qilaman, o'zim xor qilaman deb beryapti va'dasini. Shuning uchun sutxo'rlikka qo'l urgan odamlarni qaranglar-da, bu sutxo'rlikning shakli nihoyatda ko'payib ketgan. Har qanday foyda keltiradigan qarz ribo deyiladi. Birovga pul berdingiz, shu pulingizdan foydalanasiz, bu ribo bo'ladi. Alloh xor qilganligini ko'ravering. Bugunmi ertagami, lekin aniq xor bo'lishligi. Hozirgi kundagi Yamanni hududida shunday bir katta bir bog' bo'lgan. Alloh taolo Qur'onda mana shu bog' haqida bayon qilib aytadi. Astagfiru billah inna balawnahum kama balawna ashabal jannati iz aqsamu la yasrimunha musbihin. Shu bog'ni egasi solih bir mo'min kishi bo'lgan. Dehqonchilik pishadigan paytda, ana shu bog'bonchiligi pishadigan paytda kambag'al bechoralarni aytar edi. Ular kelishardi. Kelishardi, bog' egasi aytardiki, biz teramiz, terganimiz bizniki, tushgani sizlarniki derdi. Yoki bir qismini berar edi. Bu kishi o'tgandan keyin bu bog' farzandlarga qoldi. Otamiz esi yo'q edi. Shuncha bog'ning katta bir mevasini qismini berib yuborardi. Endi bermaymiz biz dedi. Dar haqiqat biz ularni bog' egalarini ham xuddi shunday mahrumlik bilan balolagan edik. O'shanda ular albatta, ya'ni bog' egalari bog' hosilini erta tongda kambag'al miskinlarga haq ulush ajratmagan hollarida uzib olishga qasam ichgan edilar. Bastunda ular uyquda bo'lgan chog'larida bog'ning ustida Parvardigoringiz tomonidan bo'lgan aylanuvchi balov olov bir aylandi-yu, u bog'ning hosilini uzgandek bo'ldi qoldi. Ya'ni bog' kuyib ketdi. Ular ertalab turishdi. Yuringlarda pichir-pichir qilib bir-birini chaqirishdi. Bog'da oldiga borishdi. Bog'da topishamadi. Biz dedi adashib qolibmiz shekilli. Innaladolun, biz yo'ldan adashibmiz shekilli. Ozgina vaqtdan keyin kun yorishdi, bog' kuyib ketganligini ko'rib turib, inna mahrumun. Biz mahrum bo'lib qolibmiz u dedi. Bir-birini ma'lumot qilishni boshladi. Bog'da egasi bo'lgan ana shu solih kishi, ularning otasi shu bog'ni mevasini kambag'allarga berar ekan, bu boylikni shukrini shuna qilib ato qilardi. Shukr bizda qanaqa ne'mat bo'lsa, shu ne'matni Alloh yo'lida sarf qilishlik bilan ado bo'ladi. Ko'zni shukri til bilan ado bo'lmaydi. Pulni shukri til bilan ado bo'lmaydi. Biz hamma narsaga Allohga shukr. Alhamdulillah deb qo'yamiz, bo'ldi. Pulimiz cho'ntagimizda turaveradi, bermaymiz miskinlarga. Ko'zimiz zinoda qilaveradi, alhamdulillah ko'zimni soqib qo'yibdi deb gapiraveramiz-ku, ko'z bilan gunohni qilaveramiz. Ko'zni shukri harom narsadan ko'zni tiyganingizda ado bo'ladi. Pulingizni shukri pulni sarflaganingizda. Xullas, Alloh nima ne'mat bergan bo'lsa, shu ne'matni Alloh rozi bo'lgan yo'lda ishlatasiz, shunda shukri ado bo'ladi, shunda Alloh taolo ne'matini nima qilar ekan? Ziyoda qilar ekan. Bular bog'da o'zidan sarflashganida
ne'mat ziyoda bo'lar edi. So'ng bugun u bog' uzilayotgan, bog' mevalar uzilayotgan vaqtda ustilaringizga biron miskin kirib qolmasdinda deyishib, bir-birlariga pichirlagan holda jo'nab ketdilar. Ular o'z gumonlaricha miskinlarni bog'iga yo'latmaslik to'g'risida maqsad g'araziga qodir bo'lgan holda toy saharlab bordilar. Endi qachonki ular, ya'ni kuyib kulga aylangan bog'ni ko'rishgach, avval shak shubhasiz bizlar yo'ldan adashib qoldik. Ya'ni boshqa yoqqa kelib qolibmiz deyishdi. So'ng bu o'zlarining bog'lari ekanligini bilishgach, yo'q, bizlar bog'imizdan mahrum bo'libmiz deyishdi. Shunda ularning insoflirog'i, men sizlarga axir Allohga tasbih aytish kerak, shukr qilishlik kerak demaganmidim dedi. Unaqa qilmaylik, kambag'allarga beraylik dedi bitta insofliga. O'zing o'ylab ko'r, qanchasi ketib qoladi? Senga ham ko'proq tayyordi dedi, bo'pti deb ketaveradi ham. Nasihat qildi, lekin shu ishda niyati uni ham buzilganligi uchun uni ham o'lishib ketdi. Ular endi vaqt o'tgach, Parvardigorimizni poklaymiz. Dar haqiqat bizlar o'zimizga zulm qilguvchi bo'ldik dedilar. To'g'ri aytishdi. To'g'ri aytishdi. O'zlariga zulm qilishdi. Nima bilan? Nima bilan? Shu ne'matni shukrni ado qilmaganligi bilan zulm qilishdi. Xulosa qilaylik. Nima bor bizda? Shuni shukrni ado qilmasak o'zimizga qilamiz. O'zimizga qilamiz. So'ng ular bir-birlariga boqib malomat qila boshladilar. Ular dedilar: "Ey o'lim bo'lsin bizlarga. Dar haqiqat bizlar haddan oshguvchi bo'ldik. Shoyatki Parvardigorimiz bizlarga u bog'dan ham yaxshirog'ini almashtirib bersa, bizlar albatta yolg'iz Parvardigorimizga intilguvchidirmiz. Allohning amridan chetga chiqqan kimsalar uchun mana shunday azob bordir. Agar bilsalar, oxirat azobi shak shubhasiz yanada kattaroqdir." Hammamiz miqni ko'rganmiz. Hammamiz miq qoqqanmiz. Shundaymi? Shu miqni qoqayotganda, ana shu bolg'ani kuchi bilan tushayotgandagi gradusi to'g'ri tushsa, shu miqni qolpog'iga to'g'ri ursa, qoqiladi. Endi qiyshayib ketadi ba'zida. Nimaga desiz, yo kuchni qattiqroq berib yubordingiz, yo gradusni to'kib qoldi. Agar hamma yo'q qonun qoidasi bo'yicha bo'lsa, miq qoqilgandek, hayotda Alloh taolo aytgan qonun qoida bilan zo'r yashasak, hayotdagi miqimiz ham qoqiladi. Qarasangiz hisobi chiqmayapti. Qarasangiz nasiya ko'payib ketyapti. Qarasangiz qurt tushib ketyapti. Qarasangiz uxlatib ketyapti va hokazo. Bu qoqilmayotgan miqlarning sababi shu bolg'a urayotganimizda noto'g'ri urib qo'yapmiz. Musulmon odam oyog'iga tikan bekarga kirmaydi. Nimadir xato o'tgan hayotida. Onasini norozi qilib chiqdimi, otasini norozi qildimi, sherikchilikda bir-biriga xiyonat qilishlikni boshladimi, qarasa 1-2 bo'lmayapti-da. Sheriklik qilib zo'r pul topayotgan, zo'r baraka topayotganlar ham bor. Lekin ko'pchilik sheriklar bir-biriga xiyonat qilganligi uchun u yaxshi bilasizlar bu maqomni. Chunki bu sheriklar bir-biriga xiyonat qilmaydigani kamda. Agar xiyonat qilmaganida barakat bo'lar edi. Hayotdagi miqlarimiz shart-shart qoqilishi uchun, birodarlar, Alloh va Rasul aytgandek yashaylik-da. 10 marta emas, 4 marta urzam qoqiladimi? Qasas surasida Alloh taolo Banu Isroildan bo'lgan Qorun haqida siz bilan bizga bir hikoya qiladi. Qorun boy edi. Eng katta boylardan tarixda o'tgan. Boyligini Alloh taolo kalitlar bilan o'lchab qo'ydi. Biz unga shunday bir boylik bergan edikki, xazina dafinalaridan kalitlarni ko'tarib yurishni o'zi kuch-quvvat egalari bo'lgan bir jamoatga ham og'irlik qiladigan narsalarni berdik. Ya'ni skladlarini berkitgan kalitlarini ko'pligidan 3-4 ta qullari kalitni ko'targani qilanar edi. Endi bu qancha boylik edi? Qancha xona-yu qancha boylik edi? Mana shunday boylikni berdi. Allohga hamd aytmadi. O'shanda qavm unga qavmdoshlari ana shu Banu Isroildan bo'lgan mu'minlari nasihat qilishgan edi. Hovliqmagan. Chunki Alloh hovliqma kimsalarni suymas. O'zingdan ketib qolma boyliging bilan. 5 ta nasihat. Va Alloh senga ato etgan moli davlat bilan oxirat obodonchiligini istagin. Pulni berdimi? Oxiratingni obod qilgin. Va dunyoda bo'lgan nasibingni ham unutma. Endi oxiratga ham deb turib dunyoda tashavorma bir yo'l taqvoli bo'l deganda bizni tilda. Ozgina dunyoda ham yasha, dunyodagi haqqini ham ol deydi. Mana shu oyatda mana shu qismini dunyodagi nasibini ol degani
Endi masalan uy, mashina deymiz-ku, kiyim-kechak. Albatta dunyodagi nasibamiz, lekin issiq o'lkalarda bir kishi vafot qilsa, issiqligidan juda bir tez qisqa muddat ichida sassiq hid chiqib ketadi. Ana shu issiq o'lkalarda. Ana shu sassiq hid chiqmasligi uchun insonda nechta teshigi bo'lsa, shu yerga paxta tiqib qo'yilar ekan. Hid tashqariga chiqmasin deb. Va shu paxtani olmasdan ko'milar ekan. Ana shu paxta dunyoda oladigan narsa deydi. Paypog'imizni ham olib ketmasligimizni yaxshi bilamiz. Oxiratga olib ketadigan narsa ham bilan dunyodagi narsani taqqoslab ko'radi. Oxiratga qancha o'tkizdik? Ketayotganimizda qancha narsa qoladi? Dunyodan ana shu bizda paxtani ham qo'yishmaydi. Bizda unaqa hech chiqmaydi. Bizda paxta ham qo'yishmaydi u. Biz shu paxtaga nega bo'lmaymiz? Alloh senga ihson qilgan kabi, sen ham Allohning bandalariga infoq ihson qil. Bu Alloh taolo bizga buyuryapti. Qo'lida dunyosi bor odamlar avvalambor qarindosh urug'iga ihson qilsin. Akasi, ukasi yoki bir qarindoshi qarz so'rab kelishligi shu uchun nomus. Shu boylik iymonidagi kamchilik. Chunki shu qarindoshini pul so'rab kelgunga qadar holidan xabar olmagan bo'lsa, qarz so'rab kelishlikka majbur qilib qo'ygan bo'lsa, bu yaxshi odam emas ekan. Ulamolardan bittasini oldiga bir birodari qarz so'rab keldi. Hali olim boy edi, pulni berdi, jo'natdi. So'ngra uyga kelib yig'ladi. Ayoli kelib, "Nimaga yig'layapsiz?" dedi. Birodarim qiylanib qolgan ekan, pul so'rab keldi. "Bera olmasdan qiylanib yig'layapsizmi?" "Bera olmagan." "Yo'q, berdim" dedi. "Ha, berib nimaga yig'laysiz?" desa, "Shuni holidan xabardor bo'lmabmanki, so'rab kelishga majbur bo'libdi. Men qanaqa birodar bo'ldim" dedi. Boylarda ancha-muncha odamlar yaxshi ko'rmasligining sababi shu davlati bilan shu odamlarning ko'nglini ololmagan. Mahallaga asfalt solayotgan bo'lsa 5000 beradi, men 5000 beradi. O senga nimaga beradi pulni Alloh ko'pini? Ko'proq bergin dedi senga. Ko'proq sarflagin degan edi. Alloh senga ihson qilgani kabi, kambag'al Allohning bandalariga ham ihson qilgin degan edi. Endi bizda ham bo'lsa qilardik, yo'q-da deymiz. Palonchi mana qilibdi, mo qarindoshiga yordam beribdi, mo masjidni mana qasini qilib beribdi, asfalt solibdi, transformator qo'yib beribdi desa, aytamizki, bizda ham bo'lsa biz ham sen ajr olmaysan shu gapingga. Nima uchun? Sen imkoniyatingdagini qilib turib, agar bo'lganda ko'proq qilardim deganingda narigi bilan ajrda teng bo'larding. Sen ozgimaligini bera olmayapsan. Qanday qilib ko'payib ketganini bera olaysan? 5-nasihati yerda zulm va zo'ravonlik bilan buzg'unchilik qilishda urinma. Chunki Alloh buzg'unchi kimsalarni suymas. Fasodni boylar tarqatadi. Birodar, yaxshilab bilib olaylik. Ichimizda ahli davlat kishilar bo'lsa, fasodni boylar tarqatadi. Chunki har xil bid'at xurofotlarni, isrofgarchilikka olib boradigan yangi urf-odatlarni boylarning xotinlari o'ylab topadi. Boylar xotinlari shu gapga kiradi, bu narsa tashqariga chiqadi. Kambag'alning xotini ham mingillaydi, kambag'alning eri nima qiladi? Borib ishlab keladi. U yog'ini kasal qilib, bu yog'ini kasal qilib, ikki top kelgan narsasini 2 kunda sarflaydi, endi boring yana deydi. Yana ishlab kelay deydi. Ko'chadagi qimmat aroqlarni kambag'al icha olmaydi, boylar ichadi. Ko'chadagi fohishalarning xaridori boylar bo'ladi. Isrofgarchilikni boshlaydiganlar boylar bo'ladi. Yer yuzida fasod tarqatma, zero Alloh fasod tarqatuvchilarni yaxshi ko'rmaydi dedi. Shuning uchun qo'lida davlati, dunyosini Alloh taolo keng qilgan birodarlarimiz mana shu 5 nasihatga xulosa olib qo'yishsin. Hovliqma, qo'lingdagi dunyo bilan oxiratingni obod qil, dunyodagi nasibini unutma. Alloh senga yaxshilik qilgandek bandalarga yaxshilik qilgin, yer yuzida zulm, fasod tarqatma. Darsimizni boshiga qaytadigan bo'lsak, farishta 3 ta odam oldiga keldi. Ularga orzularini berdi, Alloh taolaning izni bilan. Qo'liga dunyoni berdi. So'ngra imtihon qildi Alloh taolo. Allohning nomi bilan so'rab kelgan paytda ulardan 2 tasi qaytardi, bittasi berdi. Kufronni ne'mat qilgan uchun Alloh taolo bog' egalarini olib qo'ydi. Moli dunyosiga berilib tug'yonga ketgan Qorunni Alloh taolo qiyomatgacha yashaydigan kishilarga ibrat bo'lsin deb yerga yuttirdi. Alloh subhanahu va taolo ne'matiga shukr qiladigan bandalardan qilishini so'raymiz. Aqulu qawli hada